Va demak hammaga salom bo'ladi, sizlar bilan Streamuz kanaliga xush kelibsizlar va mana shu kunlarga ham yetib keldik va nihoyat men o'zimga yangi telefon oldim. Chunki kommentariyaga ko'p yozishdi, aka o'zga klaviatura olasiz, sichqoncha olasiz, 1000 ta klaviatura oldingiz o'zga deb, 1000 ta sichqoncha oldingiz deb, короче yozib tashladilar. Oxiri aytdilarki, iltimos o'zga bitta normal telefon oling va yaxshi video oling deb. Va sizlarni demak eshitgan holda o'zimga normal bitta telefon sotib oldim bolalar. Endi o'tgan boshqa telefonlarim bilan men o'sha video olish uchun agar taqozollagan bo'lsa agar bu telefon ozgina yaxshiroq va video olishga bo'ladi. Xo'p, demak bugun telefonimizni demak tekshirib ko'ramiz, Minecraftda kirib ko'ramiz, o'ynab ko'ramiz, FPS ni, KPS ni, hamma narsasini sizlarga bugun ko'rsataman, obzor qilaman va PvP qilib ko'ramiz bugun bolalar. Xo'p, demak bugun qaysi serverda o'ynaymiz bolalar? Demak video davomida bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Если что bolalar, men bu videoni hozir soat 2 kechasi olyapman bolalar, juda ham kechqurun bola, telefonda 55 zaryadka qo'ygan. Xo'p, biz demak Collapse serverga sizlar bilan kiramiz bolalar va agar mana o'tgan safargi yangi videom ko'rmagan bo'lsangiz agar tavsiya beraman ko'rishingizni, treyler video olganman. Xo'p, demak treylerdan bilib olishingiz mumkinki, serverga yangi demak rejim chiqdi bolalar. Mana o'y qo'lim, men yangi resurs pak oldim bolalar. Xo'p, bo'lmasa bunday qilamiz. Bu resurs pak просто nima uchun-da bolalar? Qulay bo'lishi uchun. PvP uchun olgandim. Bu menimcha noto'g'ri bo'lyapti. Xo'p, mana serverga kirdim bolalar. Men resurs pak o'lganim uchun mana shunaqa bo'lyapti. Hozir sizlar bilan birga kiramiz. Короче, bolalar, lobbyga kirgan paytimda FPS'im 30 nimagadir o'zimda xabar bo'lmasligi kerak. Mana salom brat, salom qalaysiz? Salom. Hello bro, hello. Alaykum. Mayli, bunga e'tibor bermaymiz bolalar, FPS o'z joyiga qaytadi. Bu telefonni bolalar FPS oddiy merda masalan normal o'ynayotgan paytda survivalda FPS o'zi 100 bo'lish kerak. Hozir demak kirib ko'ramiz bolalar. Masalan, kelinglar bironta rejim kirib ko'ramiz. Bu yerda fireball rejimlari yo'q. Fireball rejimlari bor. Bu yerda kelinglar yangi rejimlarni sizlar bilan tekshirib ko'ramiz. Mana bu yerda bir qancha rejimlar bor. Crystal PvP, Netherop, Kit PvP bor. Mana shuni kirib ko'ramiz sizlar bilan. Mana bu yerda o'sha ko'ryapsizlar, bola FPS ozgina ko'tarilyapti. 50 ga to'xtalayman mana shu resurs to'xtalayman, menga changni o'zi. Menda bu changlarga ham e'tibor berish kerak. Changki bolalar u telefonniki adashmasam maksimal o'ynaydi, 12 edi. Bunda chang bolalar max 8 da turgan ekan. 22 ga chiqarsa bo'ladi mana qilib, chang bolalar 22 ga chiqadi. 22 chang bilan video olgan paytda videomda FPS qancha bo'ladi bilmayman lekin bolalar. FPS bola 47 dan. Demak bunga hozir FPS ni nima qilishimiz kerak? Mana 8 qilamiz bola, 8 normal bo'lish kerak. Resurs pakimiz lekin to'g'risam cho'tki resurs pak, nimaga FPS bunday bo'lyapti. Xo'p, bo'lmasa menimcha bu resurs pakimdan bo'la. Endi resurs paklarim juda ham yuqori darajada bo'lgani uchun men bunaqa cho'li resurs pak olganman. O'shanga PvP uchunda bo'lam urgan paytlarda bunday bo'ladi. Bu endi klaviatura bilan sichqoncha o'ynashni olganda mana. Xo'p, bo'lmasa nima qilib ko'ramiz? Men boshqa resurs pak ulayman va boshqa resurs pak bilan sinab ko'ramiz. Keyin men yana bir narsani bilib qoldim bolalar. Bu telefonda bolalar Gers degan narsasi bor ekan. Bu telefonni Gersi bolalar 120 Gers telefon bu. Shuning uchun bu telefonni kelinglar Gersini o'zgartiramiz va bu menda olmishda turibdi. O'sha bu endi FPS ga taalluqli bo'ladi. Masalan, bu endi telefonni qanaqa qilib juda ham plavni va yaxshi ishlashga olib keladi, lekin zaryad juda ham tez ketadi. Mayli, buni mana 120 ga qo'yamiz bolalar. Menga 67 ekan bu. Men buni 120 ga qo'ydim bolalar. Endi Minecraft kirsaga bo'ladi. Xo'p, demak biratimiz bilan jang qilib ko'ramiz bolalar. FPSimiz ko'ryapsizlar bolalar, FPS. Lekin past tushgani bilan lekin plavness degan narsa hali ham tushgani yo'q, lekin biz hozir mana biratimiz trafikaga tiqib qo'ydilar. Harakatlarimiz bu rejimda bolalar ko'pincha sakrab urish kerak. Bu ozgina mana shunaqa rejimlardan biri hisoblanadi. Bu rejim bolalar ozgina nimaga Javaga o'xshaydi bolalar. Bunga ozgina mashq qilish kerak bo'ladi. Shunchaki oddiy, masalan, jang qilib bo'lmaydi bolalar. Bu yerda demak kreditlar ham bor, o'shanga FPS ozgina sizga tushishi mumkin bolalar. Endi bilmasam bolalar, bu men yangi telefon olganman. Masalan, eski telefonim bilan taqqoslaganda bu telefon ozgina lekin to'g'risini farqlanadi va juda ham nima desam ekan, qulay bolalar. Bu yerda zelyalar ham bor, mana zelya agent ekan bolalar, mana ichib olamiz sizlar bilan. Biratimiz bilan jang qilib ko'ramiz bolalar. Endi o'ynagan paytda masalan fireball file shunaqa rejimdan kirsam agar bolalar FPSimiz u yerda bolalar sizlar bilan ko'proq bo'ladi. Nima uchun urib bilmayapman? Men sakrab urish kerak edi bunga. To'xtang, mana qilamiz. Menda hozir zoom ham o'rnatilgan bo'la, o'shanga menga o'zgina noqulay bo'ladi. Uryapman bola. Bu endi nimada ko'pincha uni o'chiramiz. Menda zoom yonadi. Ko'pincha urgan paytimda menda zoom ham yonib ketadi bola. KPS nimagadir bola, KPS lekin telefon urganimga qaramay, lekin KPS o'sha ko'p ketyapti. Hello brat. Nima qilamiz? Yo'q.
Aha, brat, to'xtab turing. Hop. Okay, bironta xet. O, nimadir bilan urdilaman. To'xtanglar. Trapga qilamiz. Ketdik bratim, jigarim. Ketdik jigarim, ketdik jigar. O, mana yaxshi, ajoyib. Hop. Minus brat. Okay. Endi nima desam ekan, telefonimiz bo'ladi juda ham ajoyib. Endi Minecraft o'ynash uchun bo'ladi. O'zi men bir boshqa rejimlarga ham bir kirib ko'raman bo'ladi. Boshqa rejim. Demak, bu yerda bo'ladi bir qancha rejimlar bor. Masalan, keling anarxiya demak rejimiga kiramiz va bu yerda yana bitta rejimimiz bor. Bu Nether Op degan rejim bor. Bu yerda demak sizlar Nether bo'ladi va bunday qilib demak jang qilishga bu yerda adashmasam, yo'q, bu yerda shuncha guruh bo'lar ekan. Hello bro. Bratimizni hozir nima qilib kombo qilib ko'ramiz. KPS qaranglar bolalar, KPSimiz bizani demak 14. Bu butterfly clicking deb ataladi. Nasib bo'lsa, keyin men sizlarga bunaqa klik qilishni o'rgataman, lekin haligacha erta bilamiz demak. Bilan ichib olamiz sizlar bilan, kerak bo'ladi. Aha, bilan ichishdan chiqqan menga. Hop, demak ketdik, let's go. Let's go. Bratimiz qotib qolganlarmi nima deyman? Hop, bunday qilamiz. Okay. Bu kishi ham demak zeli ichib olganlar. Okay, bo'lmasa. Nimagadir bratimiz qotib qolganlar. Shu narsaga e'tibor beryapsizlarmi yo u kishiga lagging bo'lyaptimi? Hop, demak mana bratimiz bilan urushib ko'ramiz. Yo, bu kishi agar PK da o'ynayotgan bo'lsalar, agar men PK ga qarshi o'ynayman, chunki va resurs pak bo'lmagani menga alam qilyapti, chunki men bratimizni hozir ko'ra olmayman bolalar, tak brat bilan yaxshi urushsa bo'ladi. Ya bratni ko'rmayapti, вообще men bratni ko'rmayman, video ko'ringan bo'lsa ham, masalan, ko'rish mumkin-da. Ammo keling nima qilamiz? Trapkaga ehtiyot bo'lamiz va ketdik, let's go. Ehtiyot bo'lamiz. Mana bunaqa joyda masalan urushsak bo'ladi bolalar, lekin to'g'risini aytsam bratni shu ko'rmayman, chunki yuzimdagi olov juda ham xalaqit beryapti bolalar. Bironta yaxshiroq resurs pak topib hozir kiramiz. Brat demak jonlar kam qolgan shekilli. Okay, jonlar kam qolgan shekilli bratimizda. Trapga olamiz. Tushunarli. Endi boshqa kishi keldi chog'i. Trapga. Yo, buni prosta endi qaranglar-da, mana bunaqa paytda ko'pincha PK'sherlar bilan urushishdan foyda yo'q, chunki bironchaga qisib mana buni ursak yaxshi, chunki ularda преимуществоsi ular juda ham tez bo'ladi va ularda kliklari juda ham yaxshi. Telefonda ko'rmayman brat, lekin men harakat qilyapman bolalar, nima vizualni bolalar bratni his qilishga, lekin tak вообще ko'rmayman, chunki bratda KPS menimcha ko'proq mendan ko'ra. Bir KPSlari juda ham ko'p bo'lsa agar mana bunaqa joyda mana urib tashlash mumkin bo'ladi bratni, lekin yaxshi urishar ekanlar. Endi har kim qanchaga ham qarash kerak-da bolalar. Men bilmayman qanaqa qilib sizlar ko'rinyapti hozir mana bu kliklari bolalar. Menda bilasizlar minus nima hozir? Menda mana bu trapga tugasa hozir, mana bu trapga tugasa agar menda eng katta minuslardan biri hisoblanadi. Demak, zela ichib olamiz. To'xtanglar, bu yerdan chiqib ketish kerak qanaqa bo'lib bo'lsa ham. Chunki mana bunaqa qilib urib o'tirishadi, men shuni ko'rmayapman-da, oldin kelganlarda yaxshi bo'lardi. Mana bir opit bor ekan bolalar, to'xtanglar. Yo'q. O, brat oldinga ketdilar, xo'p. Hello bro, demak bratimizni hozir bitta crit qilib olishimiz kerak bo'ladi. Aha. Bratimizni yo'q, ko'rmayapman-da, вообще bratni ko'rmayapman. O'zlarini qamab qo'ydilar, mayli. Hop, mayli. Bu kishi bilan urushaveramiz. Biron kishi masalan telefon o'ynaganda yaxshi bo'lardi. Masalan, mana bu kishi brat bilan, mana bratimiz bilan masalan urishsak yaxshi bo'ladi, chunki bu kishi telefon o'ynayotganlar. Bu kishi qotib qolganlar, mayli, o'zlariga keldilar, xo'p. Mana bu kishini hozir bitta trapga olib ko'ramiz sizlar bilan. Yo, ikkiga bir qarshi urushish bu o'ylaymanki nohaqlik. Menga qarab, mayli kutamiz. Yo, boshqa kishi bo'lganda ozgina yaxshi bo'lardi, yana biror kishi bo'lsa agar jang qilardik o'sha odam bilan. Yo, to'xtang, mana shu kishini brat bilanmi? Yo'q! Bo'lmayapti, to'xtang, brat. Qanaqa qilib chiqolay? Bratimiz oldilariga, yo, yana keldilar, shu kishi asab buzyaptilar-da, shu kishi. Shu asab yon buzyaptilar, brat, bro. Yo. Ya, agar men butterfly bilan o'ynamaganimda bu kishidan qolardimmi? Nima deb o'ylaysizlar? Chunki nima aytish kerak-da, bu serverda 3 kishi qo'shilgan bera bolalar. Menda zoom yonib ketmasin birdaniga. Mana shu hozir Atos klient bilan bo'laman harakatlarni nima qilishga men hech nima ko'rmayman-da, masalan. Mana bu olovni qanaqa qilib yo'qotsak bo'ladi? No fire mi? Salom brat. Mana shu nimani yo'qotsak edi zo'r bo'lardi.
Hozir men bolalar nima bironta resurs pak o'ylayman va o'sha resurs pak bilan o'ynab ko'ramiz. Bu yerda ko'p kishi kompyuter o'ynaydi bolalar, ko'p kishi o'ylaydiki, bu serverda ko'p cheater o'ynaydi deb o'ylaydi. Lekin bolalar, hamma menga qarab kelyapti. Orqadan bolalar, men sizlarga ikkalangizga qarshi qolmayman-da, chunki mana ikkalangiz urush o'tiringlar, birga bir qo'ygan paytlaringizda men biron usul o'ylab qarshi chiqishim mumkin bo'ladi. O'z narsalarim ham saqlab qolib sinib ketyapti bolalar, turasizlar. Mana bunday qilib bolalar nima opt o'tib taxlash mumkin bo'ladi. Va narsalar san tuzaladi bolalar. Mana opt bilan pachinkasi bor hamma narsalarni. Yo'q, menga qarab keladi davalari. Xo'p, mayli. Hozir bironta chetroqqa qochib bolalar narsalarni tuzatishimiz kerak bo'ladi. Chiqamiz. Bu mana bu narsa nimani bilmayman, nima deyiladi mana bu narsa. Lekin mana buni demazorientatsiya. Mana shu narsani bolalar bilmayman-da, hozir o'rganib olishim kerak. Menimcha bu qo'tirsa kerak o'rgan paytlarida. Hozir demak bunday qilamiz. Hop. Demak, trapkani olamiz mana qilib, brat hello. Mana narsalarni hozir. Menda hozir narsalar sinishi mumkin va o'shanda men yutqazishim mumkin bo'ladi. Yo, bu bratimiz boshqa kishi adashmasam, bu kishida ko'proq narsa bor va bu kishi narsalar mendan yaxshiroq. Eng yomon tomoni, masalan, yangi duel bo'lgan paytda narsalar sinmasligi mana shu yaxshi bo'lardi, chunki men hozir boshqa odam kelyapti, boshqa odam bilan men masalan narsalarni qaytadan yangilashimga to'g'ri keladi. Mana shu eng katta minuslardan biri hisoblanadi. Вообще hech men ko'rmayman bular. Videoda nima ko'rinyapti bilmayman sizlarga, lekin to'g'risini aytsam o'zim hech nimani ko'rmayapman. Bratni faqat niklariga qarab uryapman, to'g'risini aytsam. Niklari bo'lmaganda, lekin to'g'risini aytsam bilmayman, lekin qana urardim bratimizni. Xo'p, bratimizni demak mana bunday qilamiz biz ham. Let's go bo'lmasa, hozir harakatlanman bratimizni urishga. Hech nima ko'rmayapman-da. Mana shunaqa paytda keyingi videolarimda xudo xohlasa birorta yaxshiroq resurs bilan kirib o'ynayman bolalar. Hoppa, mayli. Yo, juda ham ajoyib o'yin bo'ldi, lekin men yaxshi kurashdim deb o'ylayman, telefondan bo'lsa ham bo'ladi. Xo'p, demak FPS-imizni demak ko'ramiz. Endi sizlar ko'pincha telefon FPS qiziq bo'lmasa kerak, telefoningiz qanaqa telefonlarga qiziq bo'lsa kerak va qancha narx turadi bo'lar. Endi narxi to'g'risini aytsam hamyonbop. Juda ham og'ir qimmatli telefon emas bo'lar. Lobbyda ko'pincha FPS tushadi buni. Lobbyda FPS ozgina, bilmasam endi. Bu yerda ko'pincha narsalar, pluginlar bor, yozuvlar bor, o'sha uchun juda ham ko'p nagruzka bo'ladi va odamlar ko'pinchasi demak nimada o'ynaydi? 14 soat bo'lib 208, men shuncha davomida video olyapman. Xo'p, bo'lmasa demak telefonim haqida ozgina demak ma'lumot beraman yana. Telefonimning xarakteristikasi bo'lsa 8 ga +4. Buni 8 ga 8 bor, tavsiya beraman bo'lsa 8 ga 8 topishni. Narxi bir xil bo'lsa, prosta bu operativkasi o'sha nimasiga qaraydi bu. Prosessorga qaraydi. Buni prosessori bor Helio G99 adashmasam, mana shunday. Va telefonni bo'la xotirasi 8 ga 256, narxi bo'la $200 va yana nomi eng kerakli narsasi. Demak, Redmi Note 14. Shu. O'ylaymanki, bu video sizga yoqdi. Agar men bilan o'ynamoqchi bo'lsangiz, sizlarni kolapsiz yerda kutaman. Hammaga demak omad, sog' bo'lasizlar. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirasiz degan umiddaman. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.